Oilamizda erkak kishi yo'q. Qiynalib ketdik. Xudo xolasa shifo topib ketasiz mana. Xudo xolasa. Vatandoshlarni qarab turmaydi. Yaxshi bo'lib ketsa, onam xizmatini qilib, yonida yursam bo'ldi. Unga men uylanganimda $100 paxtaga pul berganman. Ko'chani olib borib berdim indamasdan. Bermayman, men o'zimga pulim oldim, sizlarniki emas dedi. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, aziz bizni saxovatpeshalar. Bu galgi payshanbalik ehsonimizni biz Andijondan olib chiqishimiz kerak edi. Lekin favqulodda singillarimizning sog'lig'ida muammo paydo bo'lib, hozirda ular Toshkentda Yunusobod 5-больницada. Bular o'zi asli Andijon viloyati Baliqchi tumani Oltimoyli ko'chasi 41-uyda istiqomat qiluvchi oila. Xonazmixon opamiz 61 yoshdalar. 14 yildan o'tib ketdi, turmush o'rtog'i vafot etganiga. Turmush o'rtog'i ham ancha bemor bo'lib, yotoqlik bo'lib yotgan 2,5 yil turmush o'rtog'ini qaragan. O'g'il farzandi yo'q. 3 ta qiz voyaga yetkazgan. Qizlarini kattasini turmush o'rtamay kelgan, ikkinchisi hozir yashab turibdi. 3-qizini ham 2023-yil turmushga bergan. Orada bir farzandli bo'lib homila usholmay qolib bola bo'lmagan. Undan keyin orada to'xtab turaylik, o'qilaylik deb bu qizimizni uyiga ko'chib bilan jo'natib yuborib, 13 kun ichida erkak uylanib ham olgan. Mayli. Xudoyim hammamizga bor. Opamiz yolg'iz boshi bilan bevalik holatida 3 ta qizni katta qilib, hozir bu sinimizda buyrak yetishmovchiligi bilan qiynalmayapti. Siz kadrda ko'rib turgan uy aynan mana shu miskin oilamizning uyi. Ahvolini ko'rib turibsiz. Mana uyning ichlarini, darvozaxonalar, hamma yoqda ahvolini ko'rib turibsiz. Juda achinarli holat. Haqiqiy haqdor oila. Kelinglar aziz vatandoshlarim. Allohning muborak oylarida, saxovatga, ehsonga boy oylarda ushbu oilamizga qo'lingizdan kelgancha ehsoningizni qilib oling. Bugun 13-mart haftaning payshanba kuni, ertaga 14-mart haftaning juma kuni 24 soatlik ehsonimiz yondi. Yana har doimdek kartalarimiz qo'yamiz. Bir ikkita yangi karta ham qo'shganmiz. Limit bo'yicha qiynalganimiz uchun. Kartalarimizni hammasiga qo'ldan kelgancha harakat qilaverasiz. Agar tushira olmadingizmi, limit bo'yicha to'lib qo'ygan bo'ladi. Chunki 100 talik limitimiz tez to'lib qolyapti. 5 ming, 10 ming mayda pul hisobiga. O'shanga kechasi 12dan keyin yana harakat qilasiz. Aziz vatandoshlar, bizni videolarimizni qayerdan ko'rishidan qat'iy nazar, kartalarimizni nomi Shavkatbek Zulfiqarov chiqmaguncha pul solmanglar. Kelinglar aziz vatandoshlar. Ushbu oyda meni pulim yo'q-ku demang. Keling. Qayerdagi hayosiz videoni tarqatib o'rtoqlaringizga ulashib gunohga botgandan ko'ra ushbu xayriya ehsonni tarqatib savobga sherik bo'ling. Siz orqali kimdir ehson qilsa, siz tengma-teng ajrga ega bo'lasiz. Eng katta orzungiz. Yonimda yursa bo'ldi, salomat, yaxshi yursa bo'ldi. Menga boshqa hech narsa kerak emas. O'zi hamshira hammani duosini olgan, rosa yaxshi ishlagan. Hech narsani bilmasdan, gapirmasdan yotar edi, ishib ketgan edi. Hech qanaqa holatini ko'rib bo'lmasdi. Mana shu yerga kelib kelganimda ham juda ham yomon ishib ketgan edi. Kecha o'pkamdan suv oldi. O'pkadan suv olmadi. Yotolmayotgandim 20 kundan beri. Umuman yotmayman, o'tirib uxlayotgandim. Shinamni ham urib oldim men. Kechqurun uxladim. Bu kasallik bilan qanchadan beri qiynalyapsiz? 13 yildan beri zahrim bor. Bu o'sha avgustdan beri buyragimni bildik, kech bildik. Bilmagandik oldin. U og'rimas ekan, bilinmagan. Uni ustiga mana turmush o'rtog'im qilgan qiliqlari ham nagusga bo'ldi sizga. Ishlar bilan hammasi bir bo'lib, kechqurun eshitdim uylanganini, ertalabga ishib ketib, ahvolim og'irlashib qoldi. Xudo xolasa shifo topib ketasiz mana. Vatandoshlarni qarab turmaydi. Yaxshi bo'lib ketsa, onam xizmatini qilib, yonida yursam bo'ldi. Oilamizda erkak kishi yo'q. Qiynalib ketdik. $100 berib turgin, 2-3-4 kunda qilib beraman senga dedi. Davolangan yig'ib qo'ygan pul bor, gruppa pulini o'shab turdi. Bo'pti deb $100 o'tkazib berdi eriga. Bolam mana shunaqa edi ekan dedim. 1 so'm pul bermayman dedi. Yetimda haqiqatan qo'rqmaysizmi desam, sizga maza ekanda, menikida yurib qonini men to'xlasam-u, pulini siz olsangiz. Ashi mahalda menikida yurganmi?
unga men uylanganimda $100 paxtaga pul berganman. Ko'chani olib borib berdim indamasdan. Paxtasini yechib olganim yo'q. Bermayman, men o'zimga pulim oldim, sizlarniki emas dedi. Ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi erkaklarimiz qayerga qarab ketyapti? Qarang. Ajrashyapsan ekan, buni pulini ishlatgan ekansan, qaytarib ber. Amma senga to'yda paxtaga, ko'rpaga paxta berganman, paxtam yechib olmayapman. Bu haqiqiy hamiyati bor, chesti bor erkakning gapi emas bu. Demak, yaxshi bo'lgan ekan ajrashganiga. Chunki qizingiz erkaklarga tegmagan ekan. Kimdir naqd pul berib, ehson qilib duolarini olmoqchiman desa, Yunusobod tumani 5-banksida bular admin nomerini qo'yib qo'yamiz. Chunki bularning nomerini qo'ysak juda ko'pchilik telefon qilib, shu kadar nomerini bering, uni bering, buni bering deb bezovta qilishadi. Iltimos, ehson qilmoqchi bo'lsangiz admindan bularning nomerini so'rang va kelib ehsoningizni qilib bemalol duolarni olib ketsangiz bo'ladi. Sinimizni chap ko'zlari ham ko'rmas ekan deb 10% ga haqiqiy haqdor kelinglar aziz vatandoshlar, imkon qadar ehsonliklarni qilib olinglar. Ajrashib jazmanga sochganlar qancha, yetimlik pulidan qochganlar qancha, shaytonga ko'nglini ochganlar qancha, burchini unutib qo'ymasin erkak, burdini yo'qotib qo'ymasin erkak.